Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilari. Do'stlar, bu narsani sizlarga tavsiya qilmayman. O'zim ham bu narsadan iste'mol qilmayman. Ya'ni bu narsani chekmayman. Biz hozir bitta mana shuni deb, mana shuni deb. Xurrama degan sigaretida men hozir vokzalga chiqib kelyapman. Pavrotdan vokzalga 2-3 kilometr bosib kelyapman. Ondan keyin Pavrotda bu betiga turaman. Mana shu narsa uchun men Pavrotdan vokzalga olib kelyapman. Yo'lni to'g'ri kelmagani uchun bitta magazinga kirdim. Yopilyapti dedi. Bu magazindan chiqdim. Keyin yo'lda u betiga magazinga svetoforga 5 minut qarab o'tirdim. Yana u magazin, u betiga chiqdim. Kartada pul to'layman deb kartani klik qilamiz dedi. Hali bosh yarim ketdim, darsga yurdim. Keyingi bekatga bordim. U aytdi, yoshing to'g'ri kelmaydi dedi. Yoshga bermadi o'risi. Yana bitta joyga bordim. Uncha berdi. Boshqa xorrama sigaretni olib keldim. Lekin bu narsani sizlarga ko'rsatmayman. Bugun chekmayman. Yotoqxonada bir kishi iltimos qilgani uchun olib kelyapman. Qaranglar. Mana shuni hech kimga tavsiya qilmayman. Nimaga rahmat, qahramonimga obuna bo'linglar. Ertaroq yutsa bo'laylik. Bitta obunachi bo'lgandan keyin zo'r videolar chiqsa, montajlar bo'lgan bu videoni YouTube kanaliga taqdirga. Nimaga rahmat, salomat bo'linglar. Sizlar bilan ochib o'taman.